Diqqat, tezkor xabar. Aholiga pensiya haqida muhim ma'lumot e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Kelajakda sizga pensiya tayinlanishida muammoli holatlar bo'lishini istamaysizmi? Unday bo'lsa, pensiya jamg'armasi bu borada sizga ko'maklashib, quyidagi tavsiyalarga bugundanoq amal qilishingizni so'rab qoladi. Ish stajlaringiz raqamlashganini doim tekshirib boring. Agar mehnat daftarchangizda yoki boshqa ma'lumotlarda xato bo'lsa, hozirdan tuzatish choralarini ko'ring. Hujjatlaringizni elektron shaklda saqlang. Bu kelajakda pensiyaga chiqishni osonlashtiradi. Agar ish stajingiz yetarli bo'lmasa, ixtiyoriy ijtimoiy soliqni to'lash imkoniyatini ko'rib chiqing. Bu orqali staj to'plash mumkin, deyiladi xabarda. Do'stlar, ushbu foydali ma'lumot boshqalarga ham yetib borishligi uchun iltimos like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling, xayr, salomat bo'ling.